birinci Tatar gimnaziyasi Marjaniyasida ikkinchi Tatar gimnaziyasining direktori ham endi Tatar tili adabiyot darslarini olib boraman. Bu kunda sizning e'tiboringizga Tatarcha onlayn maktab degan proyektimizni taqdim etishimiz kerak. Qisqacha aytganda, proyektning maqsadi, aniq konsepsiya narsadan iborat. Birida demak siltamalar oxiridan bo'lib biz orqa qaytib qolamiz. Haligi platformada saytimizda bizning ana tilimizda Tatar tilida video darslar o'rnashtirilgan. Bu kunda 400 ga yaqin video dars bizning gimnaziyamizning tip fishkasi unda bo'lsa, bariq fanlarni Tatar tilida, ana tilida o'qituv. Ham Qozon shaharida demak milliy ma'arif ham Tatar tilida o'qituv tarbiya beruvda to'plangan zo'r tajriba haligi proyektni bizga yasab chiqarishga da targ'ib bo'lib turdi. Aylar biz proyekt o'rnida silab ketdik. Demak, proyektning natijalarini siz taqdirda ko'rib keta olasiz. Ekranlarda mening prezentatsiyamiz tilida yasadim. Demak, eng muhimi bizning gimnaziyamizning demakligida ish tajribasi haligi proyektimizda da davom etdi. Shular deb maqsadimiz unda bo'lsa, bu ishroqda endi onlayn Tatar tilida onlayn bilim beruv. Avvalo demak, bizning YouTube kanalimiz bor. Hamda uni siltamada shular beramiz. Birida barliq video darslarimiz o'rnashtirilgan. Siz ularni ko'rib keta olasiz, qoriy olasiz. Bu kunda bizning auditoriyani bir qat to'planib keladi. Ham avvalo demak, o'zimizning qarshimizda biz birga workshop qo'yamiz. Albatta, men aytib ketganimcha onlayn bilim, ona tilida onlayn bilim bo'ldi. Ham endi o'qituvchilarimizga metodik yordam ko'rsatdik. Hurmatli kollegalar, men maktab direktori bo'lgach, shunday bir masalalar o'rgada top bo'ldim. Endi shunday masalalar kelib chiqibdi. Mana yuqori bilimni bizning studentlarimiz universitetlarda rus tilida fanariy bilimni oldilar. Allohga shukr, mana hozir federal davlat universitetida bugungi kunda ishlab keladi. Bizning endi bilingval, polingval kurslar bor, bilgichliklar bor. Onlayn ko'plab studentlar o'qiydi. Mana ular endi bizning gibi Tatar maktablarida zo'r yordam bo'lib keladi. Lekin shunga da qaramasdan yosh bilgichlarimiz maktabga kelib bosuva, ular dengizda rus tilida bilim olgach, o'zlarini endi Tatar maktablarini tayyorlovda tam bir qat yordam bo'lib keladi. Biz shunday bilan ishlashamiz. Demak, fizikani Tatar tilida, kimiyani Tatar tilida, biologiyani Tatar tilida o'qitishga kerak. O'qituvchilarga bilan bo'lgan asboblarimiz metodik yordamlardan tez tag'in narsa borsin. Mana shu resursimizga, shu shig'anoqqa saytimizda yosh bilgichlar kirib, tajribali usta oldingi o'qituvchilarining video darslarini qarab, anda bizning video darslarga prezentatsiyalar ham darslarning plan konspektlar o'rnashtirilgan. Shularga negizlanib, ular o'zlarining darslarini ishchanligini ta'minlab hazırlanib keta oladilar. Demak, bizning proyektimiz o'zi 5 moduldan turadi. Zamonida bu proyektni ustida ishlay boshlaganlar bizning belgili bir komanda, o'zimizning ish komandasini bo'ldirdik. Unda endi shaharimizning ham respublikamizning oldingi metodistlari, shular oldingi o'qituvchilari bor edi komandada. Biz endi o'zimizning inisiativa bilan boshlab yubordik bu proyektni. Ham olg'a taba uni oshirib bitiruv 25-yilda planda turadi. Biz bugungi kunda plandan oldinroq boramiz. Hozirgi 5 modulni endi biz bugungi kunda ishini turmushga oshirib kelamiz. Demak, bundan so'nggina eng birinchilardan bo'lib biz boshlab yubordik umumiy bilim maktabdagi o'qituvchilarga ham o'quvchilarga birinchi shiratda demak video darslar bo'ldiruv. Birida bizning boshlang'ich sinflarga bag'ishlangan video darslar, shular 5 dan 6-sinflarga qadar ko'pdan ko'pgina boshlab yubordik. Maktabgacha yoshdagi bolalarga bilim ham tarbiya darslari kirib qoriy olasiz, bek qiziqli. Bizning bilan bugungi kunda auditoriya hatto chet eldagi yashovchi tatarlar, Yevropada yashovchi, masalan, Gollandiya, Turkiya davlatidagi xalq deb aytganda, shoy bek qiziqsinib qoriy bizning darslarimizni. Ham endi istama bilim beruv modulin yo'nalishini biz shoy boshlab yubordik. Istama bilim bo'yicha bizning bugungi kunda injener kurslari bor. Ham avval endi ko'rasiz, tag'in 2 modulimiz bizning planlarda turadi.
Temel kollegalarına biri de bizim saytımız, kısaca ekskursiya, bizim 30'lab o'qituvchi bo'lib qatnashdik, o'qituvchi, texnik spesialistlar ham tarbiyachilar, o'zimizning platformamiz, unda o'rnashtirilgan bizning reklama roliklarida, video darslarimiz, demak, darslarimizda endi negizda o'zimizning o'qituvchilarimiz qatnashadi, ham endi proyektimizning bayizi bizning gimnazistlar bo'lib turadi. Agar biz ekskursiya yasab ketsak, demak, bugungi kunda 5, 6, 7, 8 sinflar uchun algebra, geometriya, informatika, agarda endi siz bolalaringizga ona tilida, tatar tilida, maktab bilimida bergan niyatlaysiz ekan, tarix, jamiyat bilimi, tatar tili, albatta tatar tili darslari bor, shulardan aktiv foydalana olasiz. Endi mana sizga ekranda biologiya darsi o'rnalib ko'rinib turadi. Bu bizning o'qituvchimiz shulay yosh fan ishchisi deb aytadigan bo'lamiz. Aspiranturada o'qiydi, turli fanniy oshishlar ustida ishlaydi. Alloh taolo. Endi bizning har bir darsimiz ikki yo'nalishdan turadi. U teoriya ham praktika. Demak, teoriyada bizning o'qituvchilarimiz temani anlatadi, praktikada bizning o'qituvchilarimiz demak, ana kimya laboratoriya orqali, fizika ekan shular laboratoriyada, boshqa masalan algebra, geometriya, matematika fanlaridan endi to'xtada masalalarni shishib anlatib ketadi. Aytganimcha, har bir darsning o'zining prezentatsiyasi, plan konspekti bor. Buni o'qituvchilar yuklay olasiz. Endi ortiq ma'lumotlar kerakmi? Chunki ularga yerlashib siz o'zingiz tilda ishlab bitashak. Hem şunu aytib ketasim keladi, bu darslar spektri bizning. Bugungi kunda boshlang'ich sinflar uchun, agarda endi maktabingizda boshlang'ichlarning darslarida ona tilida o'qitasiz ekan, boshqa fanlarida aylanadigan matematika, demak 5-8 sinflar uchun biz algebra, geometriya, informatika, matematika, kimyo, biologiya, tarix, jamiyat bilimi darslari, tatar tili darslari, Alloh taolo barliq darslarni qo'llanishtiramiz. Ham endi bolalarning bilimlarini tekshirish uchun mana shunday ish bitlarini bizning o'qituvchilarimiz bizlarga ishlab, ani bizning saytimizga o'rnashtirib boradi. Alloh taolo. Mana hozir masalan prezentatsiyalarga misol olamiz. Bizning barcha prezentatsiyalar shu tatar tilida bor. Barcha darslar, prezentatsiyalar, ham umuman darsga bog'liq barcha video materiallar bizning komandamizning avtorlik xizmat jimishlari deb aytamiz endi. Lekin shunga qaramasdan bizim proyektimiz to'lisincha boshlaydi. Anda registratsiyada kerak tugul, tilagan kishi tilasa qaysi o'rindan internet orqali kirib, ani bilan qo'llana oladi, kerakli materialni o'zingizga yuklay olasiz. Şöyle bizning proyektimiz misollarida biz seminarlarda uyushtiramiz, turli regionlardan Rossiyaning Yevropa ulushi bilan boshlab, kunbotish ulushi bilan, kunchiqish ulushi bilan tamomlab, biz endi o'zimizda qabul etamiz turli delegatsiyalarni, hatto o'zimizning mana bu onlayn maktabni o'rganishi belgili bir regionlar deb aytdik, o'zlari bizga niyatlab shulay ishlar ham proyektimiz bilan tomonidan tanishib ketadilar. Alloh ko'rimda biz shulay o'zimizning proyektimizga o'rnashtirib boramiz. Komandamizga kelganda negizda bizning o'zimizning kollektiv o'qituvchilari, bunda endi Tatariston orqa zamon o'qituvchilari, yuqori kategoriyali o'qituvchilar, davlat imtihonida ekspert bo'lib sanalgan bizning xizmatkorlarimiz, ham endi mana bolalar bog'chamizning tarbiyachilari, ham endi shiddat jalb etilgan Qozonimizning, ham respublikamizning eng oldingi o'qituvchilari shular proyektimizda bugungi kunda ishlab keladi. Hozir sizga e'tiboringizga bu haqda ko'p savollar biz bunga javob topishga tirishamiz. Nima? Darsimiz temasi protsess. Hamda bor. Ular mutlaka vodiy misollar o'rnatilgan qaror. Maktabda o'quv yo'li shiriklarga bo'linadi. Aslida ularning bor. Ne shu misollarni shiriklarga bo'linadi. O'quv yo'li durust qilishga bo'ladi.
her bir ölçüne ayrılıp karasa, o okuyunun 4'ten 1 ölçü. Demek, 4'ten 1 vaklanma. Hem biz 4'ten 1 vaklanması şiret ifadesi. Matematikada daha bir vaklanmanın ismi var. Hem o prosent. Prosent. Nini vaklanma? Prosent bize iki Latin sözünden bakıyor. Prosent. Tadarşa yüzden. Yani prosent o yüzden bir bilir. Yüzden bir vaklanması. Lakin biz onu sözünden yapmıyoruz. Anlamışsınız biz? Mesela bu bilgilenmeyi kullanır. Hürmetli kolegalar, bizning direktorlar, o'qituvchilarimiz Buyuk Shotman O'zbekistonda Oremburg өлкәсендәге bizning millatdosh o'qituvchilarimizga sizga mana shu proyekt турында сөйләү инде күптән мин көтеп җөргән идем, чөнки инде чыктык Чувашия Республикасына, Башкортстанга, Нефтекам шәһәрендә директорларда очраштык һәм мәгариф министрлыгы белән инде сезгә дә килеп җиттек, Аллаһка шөкер. Берникадәр тарихын сөйләсәм килә. Безнең гимназиябыз шуның белән мәгълүм инде ул дәресләрдә фәнне тәрбия өчен тулысынча татар телендә алып бара. Инде Казан шәһәрендә андый мәктәпләр булырга тиеш. Аллаһка шөкер, менә 10-нче гимназиядә безнең татар гимназиясе булып санала. Инде тулысынча бу эшчәнлекне Аллаһка шөкер уңышлы алып киләбез. Һәм башлангыч этапта үзебезнең менә алдынгы укытучылар белән түгел идек, без 5-6 кеше белән шушы проектны башлап җибәрдек. Инде берникадәр материал туплаганнан соң без инде грантка гаризалар бирдек. Һәм дөрестән зур рәхмәтне белдерәсем килә үзебезнең республикабыз башлыгына Рустам Нургалиевичка, аннары Марат Нотовичка, инде ул безнең туган телләрне саклау үстерү комиссиясе җитәкчесе, һәм инде әлбәттә мәгариф министрлыгына аларның ярдәме белән, куракчылыгы белән дип әйтик, без инде бу проектны тормышка ашырып киләбез. Кыскача әйткәндә, димәк, тагын бер кат биредә сайтта безнең зинһарсыз тамалар чыгарыздар. Димәк, карагыз, презентация менә бу мәктәптә калдырабыз, ноутбукта кирәк дисәгез, үзегезгә аласыз. Биредә безнең күрсәтелгән 4 сылтама, ул безнең сайтыбыз. Интернетта, Google'da, Яндекс'та шулай җыя аласыз. Онлайн мәктәп.татар дип, онлайн мәктәп.татар. YouTube'да безнең канал, ВКонтакте социаль челтәрендә һәм Телеграмда. Телеграмда инде безнең иң күп подписчик бар. Анда без сораулар, төрле кызыклы фикер алышуларда булдырабыз. Һәм инде барлык дәресләребезне шушы димәк ресурсларда чыгарып, туплап, урнаштырып барабыз. Димәк, татар теле укытучыларына әйтәсем килә, без анда бер мәгълүмат турында әйтмәдек. Безнең проектта тагын бер яхшы бүлек барлыкка килде күптән түгел. Ул да булса сөйләм телен үстерү. Димәк, кичкенә чактан ук үзегезнең гаиләгездәге балалар өчен дә әйбәт булыр. Димәк, 3 яшьтән башлап татар телен балага ничек өйрәтергә, ничек сеңдерергә, димәк. Аннан соң инглиз телен татар теле аркылы өйрәтү дәресләре. Һәм безнең үсә барган балаларга 4-нче сыйныфлар, 5-нче, 6-нчы сыйныфлар өчен шулай кызыклы дәресләр урнаштырылган. Һәм яңа бер бүлек, ул безнең сайтыбызда бар, сез аны күрә аласыз. Татар телен өйрәнер өчен уеннар. Бу уеннарның авторы без үзебез, безнең коллектив, без аны бакай алмадык, үзебез тудырабыз, өстендә эшлибез һәм уеннарны алга таба без сайтыбызда урнаштырып барачакбыз. Сез аларның дәрестә файдаланасыз. Менә анда мәсәлән хәлфигыль причастие, хәлфигыль темасын үткәндә ничек иттереп уен аркылы балаларны менә сизмәстән дә хәлфигыльне сөйләмдә кулланырга өйрәтү, әдәплелеккә өйрәтү һәм башкалар бу уен безгә зур ярдәмче булып килә. Һәм үзегезнең гаиләдә дә без балаларыбыз белән бәхәтләнеп уйнарбыз. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Каналларга кушылыгыз. Бу чыганакларны